Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib o'tirgan aziz do'stlar. Bugungi ko'rishmas bo'lishimiz, xudo xolasa, yangi dom Nergiz kafe nomida 8 qavat, 7 qavat ekan. Bu 7 qavatli binoni 5-qavatida bir xonali kvartiramiz chiqdi. Shuni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kvadrat metri 45 kvadrat metr, 45 ya 42 kvadrat metr, 43 kvadrat metr ekan yurtdoshlar. Ishi domimizda yana yurtdoshlar. Orqa bu yonimizda Shabot kanali bor. Bu yonimizda Nergiz kafe. Yangi dom yurtdoshlar. Liftimiz 100% ishlab turibdi. Liftdan chiqaverasizlar. Liftimiz ishlab turibdi aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, lift bor, ishlab turibdi. Liftimiz ham 5-qavatga yetib keldi aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek. Aşağıda lift. Tak yerimizde, koordinamızda bir kocalı koygan yurtdoshlar. Eshiklarimiz demir eshik. Bismillahirrohmanirrohim deb kirsak, kirgandan xo'sh kelamiz. Ko'rib turganingizdek, kirgandan xo'sh ham kichkinamiz, pastlarimiz, bellarimiz kafel to'shalgan ekan. Bellarimizga laminat to'shalgan. Hammamiz oboy. Bu yerimiz sanuzelimiz, hojatxonamiz aziz do'stlar. Ariston ishlab turibdi. Kafel hammillari. Vannasına qaranglar, uni vannasini balo ekan. Shu tishlari bor. Berimiz ayollarimiz uchun oshxonamiz, kuxonli mebellar bor. Shuda turgan, shuda jihozlar hamma shuda qoladi yurtdoshlar. Nergiz kafeyanda toza yangi dom, birdan dom o'zi. Shu domda konditsioner bor ekan, g'oli, televizor hamma narsasi bor ekan. Tak, bu yanımızda balkonu bor aziz do'stlar. Yurtdoshimizdek balkoni dum katta ekan.